Qachongacha yoshirib yurmoqchisiz bachamiz borligini? 17 yil bo'ldi, tug'animi? Hay bir yo'lini topaman ey. Dada, sizga shuncha paytdan beri aytmay yurgan bitta sirim bor. Bugun shuni aytmoqchiman. Qanaqasi? Men olimman dada, har xil ixtirolar qiladigan olimman. Sanmi? Ha? Turga qalay, sendan olim chiqmaydi. Rostdan dada, raketalar bilasizmi? Ana shularga men ixtiro qilganman hammasi. Hozir yangi kashfiyot qilganman. O'ta yangi. Nobel mukofotini olishi mumkin u kashfiyotim bilan. Qanaqa kashfiyot? Odam yaratdim dada. Bizlarga o'xshagan yuragi bor, miyasi bor, qo'l oyoqlari ishlaydi, hamma narsasi. Rostdan. Ha, ko'rasizmi? Ko'rsatasanmi qay? Ana dada, bo'lam. Shu odam yaratding. Ha, turib ko'rishmaysan. Assalomu alaykum bobo. G'alisiz zo'rmisiz, tuzukmi? Ha, bu tuzukli odam yaratang bo'lmaymi? Bu aptiga qara. Ada, ne ajratmaysiz, ne ajdanga tegdi-yu. Ikkinchi udarim o'ligingga tegadi, tushundingmi? Dada buni programmasi shunday bo'lib qolganda ozgina chalas qolgan programmada. Ada, ne aldi o siz? O'ldirib qo'yaman o'zman bu kastunchanga urayni. Aytdim men senga o'ligingga tegadi deb. Kimdir chaqiring, nima ayb bo'ldi bacha? Bachamiz borligini qachongacha yoshirib yurmoqchisiz? 26 yil bo'ldi bachani tug'animi? Hay, bir yo'lini o'ylab topaman. Hay. Bacham, men Amerikadagi NASA tashkiloti borki, shuning a'zosiman.